Assalomu alaykum. Bog'bonchilikka qiziqayotgan hamkasblar, daraxtlarga shakl berish uchun masalan olmalarni aytaylik. Olmalar karlikoviy, polikarlik, o'rta bo'yli, baland bo'yli sortlar bo'ladi. Tomiriga qarab. Tomiri masalan PB9 bo'lsa, karlikoviy olma bo'ladi. M106 bo'lsa, polikarlik, yarim pakana. Karlik degani pakana degani. Polikarlik yarim pakana. O'rta bo'yli va baland bo'yli o'qtomirlik olmalar bo'ladi. Endi ko'chatni mana ekkandan keyin masalan mana shuni eksangiz uchini kesilmaydi. Uchi mart oyiga borib kesiladi. Masalan karlikoviy bo'lsa 60 kesiladi. Pakana olmalar 60 sm kesiladi. 50 sm shox qo'yib tagi tozalab tashlanadi keyin. Shox o'sgandan keyin. Polikarlik olmalar yarim pakana olmalar 70 kesiladi. 70 kesilib 60 sm shoxlatiladi. Tagidan chiqqanlari olib tashlanadi. 60 sm shoxlatiladi. O'qtomirlik olmalar 90 kesiladi. 80 sm shoxlatiladi. 80 dan pastini chiqqan novdalar olib tashlanadi. Bu olmalarni shakl berish uchun siyrak yarus shaklidan foydalanamiz. Mana mutovchata yarusni degan shakl bor edi. Tiqilich yarus degani, kosasimon, vazasimon kesishlar bor edi. Keyin lider o'zgartirilgan, izmenina liderna degan shakllar bor edi. U shakllar hammasi fanni aybi topilib, hammasi fandan chiqarib tashlanganda 1983-yil chiqarib tashlanganda siyrak yarus shakli fanga keltirilgandi. Siyrak yarus shaklini 4 ta varianti bor. Ha, bitta olmaga qo'yib o'sha variantlarni kessa bo'ladi. Siyrak yarus shakliga mevalar yorug'likdan foydalanayotgan bo'ladi. Tepa bilan past hammasi bir xil standart hosil beradi. Keyin daraxtni ona shoxlarini qo'ygandan keyin ona shoxlarni qo'ygandan keyin umri uzoq bo'ladi. Katta shoxlar olinmaydi siyrak yarus shakliga. Shoxlarni razmeriga qo'yishni bilsangiz. Shuning uchun biz siyrak yarus shaklini ko'rib chiqamiz hozircha. Mana bu ko'chatimizga mana tana qo'yilgan. Mana hozir 50 sm dan 40-50 sm shoxlar turibdi. Buni payvandagi MM106 payvandagi. MM106 payvandagi siyrak yarus shaklga kesish uchun 3 ta shox qo'yiladi. Birinchi tartib shoxlar. Mana markaziy shox, mana bitta, ikkita, 3 ta shox qo'yiladi birinchi qavatga. Siyrak yarus shakligani qavatlik degani. Birinchi qavat, ikkinchi qavat. Birinchi qavatga 3 ta shox qo'yiladi. Bunga ikkinchi tartib shoxlar qo'yiladi. Ikkinchi tartib shoxlar mana shu markaziy shoxdan 50-60 sm dan keyin qo'yish kerak. Mana bu markaziy shoxga yaqin chiqqan. Buni biz olib tashlaymiz buni. Markaziy shoxga yaqin chiqqan. Mana bular endi kalta-kalta chiqibdi. Uchini kesib qo'ysak, bular hosil shoxga aylanib ketadi. Bizga ikkinchi tartib shox hozir boshqa yo'q bu yerga. Endi mana bu birinchi yil mana buni 40-50 sm gacha kurtagini tashqariga qo'yib kesamiz mana. 40-50 sm gacha kurtagini tashqariga qo'yib kesamiz. Keyin mana tananiki mana mayda shoxchalarga indamaymiz. Mana bu hammasi mana bu nayzasimon hosil shoxchalar. Mana bu ham hosil shoxga aylanadi. Kalta kesib qo'ysak hosil shoxga aylanadi. Biz bu ham kalta kesib qo'yamiz, hosil shoxga aylanadi. Bu kelajakka hosil berib turadi. To hosil shoxga o'tguncha mana shu mayda shoxchalar, mana bu tananiki hosil shoxlardan hosil olib, olmani tezroq hosil o'tkazishga imkon beradi. Siyrak yarus shaklini mana qo'ydik. Endi mana 50-60 sm dan keyin ikkinchi tartib shoxlarni qo'yamiz. Kosasimon qilsangiz, masalan, vazasimon qilsangiz, masalan 3 ta shox qo'yish kerak. 3 ta shox kerakli hosilni bermaydi. 5-6 ta ona shox, birinchi tartib shoxlar bo'lish kerak. Bu ham ona shox deymiz, ham birinchi tartib shox deymiz, ham qovurg'a shox deymiz. Buni 3 ta oti bor mana shu shoxlarni. 3 ta oti bor. Birinchi tartib shox, qovurg'a shox, ona shox. Keyin bunga ikkinchi tartib shoxlarni qo'yiladi kelajakka. Keyin uchinchi tartib shoxlar. 3 ta shox qo'ygandan keyin mana ikkinchi tartib, uchinchi tartib shoxlarni qo'ygandan keyin bunga siyrakligi siyrak bo'ladi, yorug'likdan foydalanib
yuqori bilan pastda hosili hammasi bir xil standart hosil beradi. Biza endi bu MM106 payvandagi buni ikkinchi qavat shoxni qo'yish uchun mana agar ikkita shoxni o'rtasidan mana to'g'ri kelib qolsa 60 santimetrdan keyin shox qo'ysak bo'ladi. Mana shu hozir 60 santimetr chiqar chiqmas bor. Mana bu sal o'tkir burchak o'sapti. Bu o'tkir burchak shoxlarni olib tashlaymiz. Bizaga markaziy shoxga nisbatan 45-60 gradusga joylashgan bo'lishi kerak ona shoxlar. Kelajakka yaxshi yayralib, yaxshi shox olish uchun. Ana endi mana bu markaziy shox. Markaziy shoxda mana bularga nisbatan yoyiq shoxli daraxtlarga 10 santimetr atrofiga, piramidasimon daraxtlarga 15-20 santimetr uzunroq qo'yiladi. Bu hozir bizning yoyiq shoxli daraxt bu. Yoyiq shoxli daraxtga mana shundan bir 10 santimetr baland qo'yiladi o'tta shox. Piramidasimon daraxtlarga, masalan, tagi MM106 payvand tagi bo'lsa ham, piramidasimon daraxtlarga shoxni ustidan 81 metrdan keyin ikkinchi qavat shox qo'yiladi. Bu yoyiq shoxli daraxtlarga 60 aradagisi 60-80 dan keyin ikkinchi qavat shox qo'yiladi. Bu hozir yoyiq shoxli, mana yoyilib uzatdik-ku. Piramidasimon daraxtlarga mana shunga adashmaslik kerak. Payvanddagi MM106 bo'lsa, agar o'q tomirlik bo'lsa mana shu payvanddagi 90 dan kesganimizdan keyin 80 dan shox qo'yamiz o'q tomirli daraxtlarga. 81 metrdan keyin ikkinchi qavat shox qo'yiladi. O'shangacha mana mayda hosil shoxlarni qo'yish mumkin. Lekin mana buni birinchi tartib shoxlarni qo'ymaymiz. Birinchi tartib shoxlar mana markaziy shoxga nisbatan 45-60 gradusga o'sadi. Kuchli o'suvchi shoxlar birinchi tartib shox bo'ladi. Mana kalta shoxlar, hosil shoxlar bor bergan mana mixchasimon hosil shoxlar bor mana mixchasimon. Keyin kattarog'i bor nayzasimon, mana nayzasimon hosil shoxlar bor. Keyin g'umbaklar bor, hosil g'umbaklar bo'ladi. Bu g'umbaklar mana uchlari shakllanadi, daraxt uchlari shakllanadi. Hozircha mana shu daraxt, yosh daraxt mana shunday shakllantiradi. Keyin kelajakda yana bu tashqariga qarab shox qo'yilmaydi, faqat yonga qo'yiladi, Va mana shu shox kelajakda mana shu 6 ta shoxni qo'ysangiz yo 5 ta 6 ta ona shoxni qo'ysangiz, katta shoxi kesilmaydi. Almani umri uzoq bo'ladi birinchidan. Ko'p yashaydi almangiz. Ikkinchidan almasi sifatli bo'ladi. Alman katta shoxlar aralamaysiz. Mana kosasimon, vazasimon, kosasimon shakl beribdi. Bu kosasimon shaklga masalan 4 ta 5 ta shox qo'ysangiz birinchi qavatda o'zidan ikkinchi qavat shoxi bo'lmaydi. U ikkinchi tartib shoxlarni qo'ysangiz bu tiqilish bo'lib qoladi alma. Tiqilish bo'lib qoladi. Faqat shoptoliga kosasimon shakl berish mumkin. Shoptoliga issiq talab qiladi. O'rtasini kesib bir 4 ta shox qo'yishingiz mumkin. Bu alma, qaroli, nok bularga siyrak yasaklar shakl berish kerak. Hurmatli bog'bonlar, mana bu endi bir 4 yoshli daraxt bizga. Bu piramida-simon o'satgan daraxt. Mana shoxlari tiqilishroq bo'lib tezga o'satgan daraxt, sal yayratilganda bu yoyiq shoxlarni qo'yib. Bunga mana ikkita shox bor. Birinchi markaziy shoxga nisbatan 45-60 gradusga ikkita birinchi tartib shox joylashgan. Mana bu shox chiqibdi. Bu shox ikkinchi tartib shox 50-60 santimetrdan keyin qo'yish kerak, buni olib tashlaymiz. Mana bular kerak emas bizga, mayda shoxlar. Bu ham kerak emas, chunki bu yerga birinchi tartib shox 4 ta bo'lib ketadi uni qo'ysak. Mana bu pastdan chiqqan shox, bu hosil shox hisobiga kaltagina qilib kesib qo'yamiz buni. Mana bu ichkari o'sgan shox olinadi. Keyin mana bu hosil kurtagi bor, yo'q ekan hosil. Buni kesib qo'yamiz, 15 santimetr qilib hosil shoxga aylanadi. Ikkita buni qo'ygandan keyin, ikkita 50-60 santimetrdan keyin bu tomonga qarab ikkita qo'yish kerak. Mana bu markaziy shoxga parallel o'sapti. Buni olib tashlaymiz. Parallel o'sapti markaziy shoxga. Mana bu ikkovini ikki yoqqa qo'yamiz. Mana uni hosil shox qilamiz. Mana nayzasimon hosil shoxcha, hosili ham bor. Buni yakkalatamiz. Mana 40-50 santimetrdan keyin kesib tashlaymiz. Buni ham kesamiz 50 santimetrdan. Endi mana bu shoxlarga, mana bu ikkinchi tartib shox bo'lib oladi. Buni olib tashlaymizda,
ikkinchi tartib shoxda mana shuni qo'yamiz mana. 40-50 santimetr qo'yamiz. Bu ham ikkinchi tartib shox bo'la oladi. Buni bu tarafga qo'yamiz. Mana bu ichkariga o'sibdi. Bu ichkariga o'satgan shox kerak emas bizga. Mana bu ham nayzasimon hosil shoxcha, mana ikki hosili borda tikka o'sgan bilan hosil beradi bu. Endi biz mana shu shoxlarni kalta qo'ysak, mana 15 santimetr. Bu hosil yozga bir zelon abresiya qilsak, bular hosil shoxga nima bo'lib qoladi. Mana shoxning yo'nalishini yo'qotmaslik kerak. Shoxning yo'nalishi mana shunga kelyapti. Ichkari shox olamiz. Shoxning yo'nalishi shunga kelyapti. Mana buni ham qo'yamiz yonga. Endi bu mana bu ikkita bu sal egri bo'lgan bilan tomonga mana shox bo'la oladi. Bu birinchi tartib shox bo'ladi. Bu birinchi tartib shox, bu ham birinchi tartib shox. Endi mana bu ikkovi ustma-ust shoxdir bizga. Bu kami 40-50 santimetr bo'lishi kerak ikkinchi qavat, uchinchi qavat shox. Bizga yaqin. Yo buni olishimiz kerak, buni olsak tana baland bo'lib ketadi. Shuning uchun yaxshi shox bo'lsa buni olamiz biz. Endi mana bundan sal 15 santimetr yuqoriroqqa shox qo'yamiz. Mana birinchi qavat, ikkinchi qavat bu qavatli. Bunaqacha yana bunaqa eryapti. Nima desam bo'ladi? Ikkita bunday, yana 40-50 dan keyin ikkita bunday shox qo'yish kerak. O'shanga hozir bu tayyor bo'lyapti pashta, ona shoxlari. Bu shox mana shunday qilib shakl bersak, qonun qoidalari bor. Ichkariga o'sgan shoxlar olinadi, kesishgan shoxlar olinadi, bir yo'nalishga o'sgan parallel shoxlar olinadi. Valchoq deydi. Xom madanglar bo'ladi, tanalardan berayotgan. Ular olinadi. Xullas, qonun qoidasi shundoq. O'tkir yoshligidan o'tkir burchak shoxlar olinadi. Mana o'tkir burchak shoxlar, mana shu shoxlar 45 gradusdan kichik bo'lgan shoxlar o'tkir burchak shox deyiladi. Mana bu hozir 45 gradus bor bizga. Agar 45 gradus sal 45 gradus chiqmasa, biz shoxlarni endi hozir belga yo'q. Mana bu sal yayratib ham qo'yishimiz kerak. Hakka qilib. Yayratib ham qo'yish 45-60 gradusga yayratishimiz kerak shoxlarni. Shuni yayratish kerak buni. Shoxlarni mana shu qonun qoidalarini bilsangiz, olma to'g'ri kesib, kelajakda to'g'ri shakl oladi olmalar. Keyin katta shoxlar katta bo'lgandan keyin kesilmaydi. Masalan, mutovchata yarishdan tiqilich yarish shakli bor. Mana bu yerdan 5 ta 6 ta shox qo'yapti. Yana markaziy shox qo'yapti. Bu 5 ta 6 ta shox hammasi bir-birini qisib faqat o'suvga beradi. Ularni kessangiz ikkinchi tartib shoxlar tiqilib qoladi. Ikkinchi tartib shoxlar o'lib ham ketadi qarib. Hosil shoxlar ham o'lib ketadi. Shuning uchun qancha daraxtning shoxi siyrak bo'lsa, tanaga shuncha daraxt ko'p hosil beradi. Agar savollaringiz bo'lsa, yana berishlaringiz mumkin. Mening telefonim 97lik 951 7lik 951 1356.